Bugungi kunda chiqindi muammosi nafaqat O'zbekistonni, balki butun dunyo ahlini tashvishga solmoqda. Ayniqsa yirik shaharlardagi ko'p qavatli uylar joylashgan hududlarda chiqindi yig'ish maydonlari alohida muammo bo'lib ko'rinadi. Ammo shunday maskanlarni ham noodatiy ko'rinishda qayta tiklab, zamonaviy chiqindixona faoliyatini yo'lga qo'ygan hamyurtlarimiz ham bor. Bundagi go'zallik asosan ikkilamchi mahsulotlardan yaratilgan. Bir qarashda xayolingizni chalg'itishi aniq. Atrofni ko'rib, bu gullar qaysi bog'da o'sayapti ekan deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu gullar hech qanday bog'da o'sayotgani yo'q. Aksincha, bu gullar Yangihayot tumanida joylashgan 15-sonli chiqindi yig'ish maydonchasida Temur aka tarafidan parvarish qilinadi. 21 yil yaqinga bo'ladi mayoyga. Xotin bilan ikkalamiz. Yo men unga yordam beraman, yo u menga yordam beradi. Men ham hamma narsa bilmayman, u ham ko'p narsa biladi. Ikkalamiz mana shunaqa qildik. Birinchi mahsulotlarimiz boshlandi. Boshqarmasdan. Yerdan keldi, har xil kichkina narsa ekdim, shundan boshladik. Ertalab ham, kechqurun ham ko'p keladi, turib, tomosha qilib, damini olib keyin ketadi. Bu yerda 50 turdan ortiq daraxtlar va gullar bor. Albatta uning orqasida yetarlicha mehnat va sabr ham. Kechqurun rang-barang chiroqlar o'zgacha yonib turadigan chiqindixonaga odamlar faqatgina chiqindi tashlash uchun kelmaydi. Mahalladagilar uchun xuddiki botanika bog'iga aylanib qolgan bu yer jonli tabiatdan bahramand bo'lish uchun ham juda qulay. Men axlat tashlagani kelganimda vashi hayratda qolganman. Bu yerda hamma narsa akkuratna, chiroyli. Даже ekskursiya qilgani kirganman. Menga interesna bo'lganda hamma narsa. Gullar, mana shu bir xil narsalarda yasaydilar mana. Любой narsadan nimadirlar yasaydilar, akkuratni tutadilar. Temur aka nafaqat gullar va daraxtlar ekib bu yerni go'zallashtiradi, balki bo'sh vaqtida chiqindixonaga asqotadigan turli buyumlar ham yasaydi. Qolaversa, qiladigan yumushlarimda mushuklarim ham meni yordamchim deydi qahramonimiz. Shunday tabiatdan tashqari ovoz yangrab turgan radioni ham ko'rib, nega insonlarga bu yer dam olishga yordam berishini tushunasiz. 2 yildan beri Yangihayot mahsulotida ishlasam, men shu Temur akani bilaman. Har doim kelganimizda toza, ozoda gullar, archalar, aholi ham xursand, toza, ozoda turadi. Joylari bir kelganingizda bir musor tashagan emas, bir bahra olgan kelgandek bo'lasiz-da tabiatni ko'rib. Bugun notoza ahvolda bo'lgan chiqindixonalar talaygina bo'lgan bir vaqtda Temur akaning qilgan ishlari hammaga o'rnak bo'lsa arziydi. Zero bir chiqindixonani bog'ga aylantirish hammaning ham qo'ldan kelmaydi. Sarvinoz Abduvaliyeva, Zahro Kozimjon va Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.